قال أبو بكر الصديق في وصيته لعمر رضي الله عنهما حين استخلفه: إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك. بكر رضي الله عنه Umar radhiyallohu anhuni xalifa qilib tayinlaganlarida vasiyat qilib aytadilarki, seni ogohlantiradigan narsalarimni eng birinchisi seni ikki yonboshing orasidagi nafsingdir dedilar. Subhanalloh. Qarang, nafs shu darajada yomon ekanki, Umar radhiyallohu anhudek taqvodor, Allohdan qo'rqing deb u kishiga aytilsa, o'ziga kela olmasdan ho'ngrab yig'lab chiqadigan va hatto jannat bashorati berilgan zot bo'lsalar ham Abu Bakr radhiyallohu anhu u kishini nafsning yomonligidan ogohda turishligini aytayaptilar. Demakki, birodarlar, biz juda qattiq ehtiyot bo'lishimiz kerak va bu nafsni Allohning toatiga majburlashimiz kerak.